Barchaga assalomu alaykum. To'g'risi nomli podkastimizning 3-soni va bizning mehmonimiz o'sha mashhur Murod Buxarskiy. Assalomu alaykum. Hamma xotira men uchun yo'q. Nima bir sabab bo'lgan shu blogerlik boshlashga? Orzuyim bo'lgan aktyor bo'lish. Ona mehr beradi, dada shu qat'iyatli bo'lishi uchun farzandini tayyorlaydi. So'z topolmayotgandim. Qarshilik qilmaganlar. Yo'qmidi-da. Keyin ham sen cho'qroq. Nimani olib kelganlar-da? Nimaligini bilmaganman, lekin ketganman. Shunday o'tkazsam, shunday ko'zini ochadi, qo'y joyini. Yana qo'yaman-da. Keyinchalik o'ylab qarasa, bu ham kulgili holatda. Keyin bildik, bizlar ham pulimizni bermadi, rasvo qilib ketdi. Ha, stilist, masxarabozi beradigan qizim yo'q deganni o'ylab yurganman. Xullas, to'g'risi nomli podkastimiz o'z nihoyasiga yetdi. Barchaga omad. Rahmat. Barchaga assalomu alaykum. To'g'risi nomli podkastimizning 3-soni va bizning mehmonimiz o'sha mashhur Murod Buxarskiy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Rahmat. Xo'sh, Murod aka qisqacha o'zingiz haqida tanishtirsangiz. Men ismim Murod. Instagramdagi profilim nomi Murod Buxarskiy. 2000-yilman. Qorako'l tumanida, Buxoro viloyat Qorako'l tumanida tug'ilib o'sganman. Shunaqa. Yaxshi. Avvalambor assalomu alaykum. Bolaligingiz qayerda o'tgan va qaysi xotiralaringiz siz uchun eng yorqin? Bolaligim Qorako'l tumanida, albatta. Qaysi xotiralarim men uchun yorqin dedingiz-da? Yorqin. Hamma xotira, bolalikdagi hamma xotira men uchun yorqin. Hammasi yorqin. Hammasi yorqin. Yaxshi o'tadi bari bolalik davri. Demak yaxshi. Ana shu blogerlik faoliyatini qanday boshlagansiz? Nima bir sabab bo'lgan shu blogerlik boshlashga? Nima turtki bo'lgan? Yo biron o'sha Vanga ko'ryapsiz, mana pul kelyapti, shunga qarabmi? Yo mashhurlikami? Xo'p, savol yaxshi. Blogerlikni boshlashim, avvalambor men bloger emasman. Vayner deydilarmi bu sohani endi. Yumor odamlarga men hissiyot sotaman. Ya'ni hissiyot deganda nima? Kulgu sotaman. O'shaning orqasidan daromad ko'raman. Buni ishni nimadan kelib chiqqanligi sababi yoshligimdan aktyor bo'lish orzu qilganman. Har xil QVZlarda, maktablarda ham, kollejda o'qib yurgan paytlarim ham shunaqa orzuyim bo'lgan aktyor bo'lish. Shu orzuni endi aktyor bo'lmadim, harchi kulgu odamlarga kulgu ulashsam ham zato 4-5 ta odam taniydi, shunaqa. Endi baribir Vine olasizmi yo blog olasizmi? Endi baribir bu определённый blog. Buni baribir odamlar bloger deb bilishadi. Shunaqa. Shunaqa desa ham bo'ladi. Biz ham bloger, chunki Instagramdagi profil bu baribir blog deyiladi. Xo'sh. Oilangiz siz uchun qanday o'rinda turadi? Oilam men uchun albatta birinchi o'rin. Birinchi o'rin, shak shubhasiz hech qanaqa izoh hojat, izoh yo'q menda boshqa. Birinchi o'rin tamom. Mana masalan bir katta kontrakt tushadi. Yevropadami, boshqa joyda. O'sha 100 lekin borishingiz kerak. Xo'sh, bu savolga oldin ham guvoh bo'lganman. Nima? Ko'pchilik tanishlarim mana masalan aktivim yaxshi yoki ssenariy ideya qilish komandam bilan taklif tushgan. Toshkentda davay, Toshkentda ijod qilamiz. O'shanda ham ketmaganman. Chunki uyim men uchun birinchi o'rin. Onam, dadam shu yerda, oilam shu yerda. Hech qayerga ketmayman deganman. Shu yerda ijod. Endi ijod joy tanlamaydi hech qachon. Qayerda bo'lsa ham odam ko'radi, onasini hamsin ko'radi. Ijod hech qachon joy tanlamaydi. Dunyoni bir chekkasida chuqurda olsangiz ham, shu video Instagramga qo'ysangiz odam ko'radi. Tushundim. To'g'ri. Endi ota-onangiz sizga bergan eng katta saboq nima bo'lgan? Eng katta saboq qat'iyatlilik men uchun. Onam bilan dadam saboqi shu menga. Chunki keyin onam mehr, hamma onasi mehr beradi.
Dada bo'lsa qat'iyatlilik berib biladi. Oilada ota bilan onani vazifasi shu. Ona mehr beradi. Dada shu qat'iyatli bo'lishi uchun farzandini tayyorlaydi. Strogi bo'ladi dada o'zi. Endi Oilada. shu birinchi marta shu blogerlik boshlashga burun ota-onangiz qarshi bo'lganlarmi? Mana siz aytyapsiz, otam strogi bo'lishni yurayotganlar. O'sha baribir ham otalar qarshi bo'ladi bunga. Обязательно. Sizga ham qarshi bo'lganlarmi shunga? Yo'q, men yoshligimdan aytganman. Baribir aktyor bo'laman bir kun, baribir aktyor bo'laman deb. Gap bu blogging boshlaganimda, bu Vine shunaqa video olib boshlaganimda hech qanaqa menga nima qilmaganlar. Ya'ni nima desam? Qarshilik qilmaganlar. To'g'ri topdingiz. Shu so'zni topa olmayotgandim. Qarshilik qilmaganlar. Shunaqa. Yaxshi. Hayotingizdagi eng katta orzuyingiz nima edi va hozirgacha amalga oshganmi? Hayotimdagi eng katta orzuyim amalga oshgan. Yo'q, amalga oshmagan ekan. Hayotimdagi eng katta orzuyim onam umraga olib borishdi. Lekin olib bora olmadim. Shunaqa. Bandalik tilab qolamiz. O'zingizni 10 yil oldin Murad bilan solishtirsangiz, nima o'zgarish bor? O'zgarish juda katta. Solishtirsam, 10 yil oldingi Murod shu kollejda, QVZda qatnashib yurgan Murod. Hozir boshqa Murod. Endi o'sha paytlar bir xil odamlar sizni pisand qilmaydi. O'sha paytlar bilan mashhur emas edingiz. Hozir ana shu mashhurlikni chekkasidasiz, o'sha yuqori darajasida. Hozir ular bilan hurmat qilib, bo'lganmi sizga shunday? Bir xil paytlar shu odamlar hurmat qilmagan sizni va o'sha payt mashhur bo'lgan paytingiz endi hurmat qilishni boshlayapti. Ya, bu narsa endi hayot qonuni. Bu narsaga o'rganish kerak. Bitta manda emas, hammada bo'ladi bu narsa. Sal ozgina nimadir bo'lib qolsa, shu odam hurmat qiladi, qanaqadir. Hayot qonuni dedingiz, siz uchun hayotda eng muhim 3 ta narsa nima? Men uchun hayotda eng muhim 3 ta narsa. Birinchi o'rinda albatta oila desa kerak. Eng muhim birinchi o'rinda oila. Keyin yoqmagan narsamga, yoqtirmagan narsamga hech qachon yaqinlashmayman. Keyin 3-chi o'rin qizlar. Yoqtirmayman. Qizlarni yoqtirmaysiz? Yoqmaydi-da. Bu barakani, uylangan. Yes. Barakani uzoqlashtirish xohlamayman. U oldin yo'q edi bu narsa, to'g'risini aytaman. Oldin bunaqa narsa bo'lmagan. Uylangandan keyin shu yoqtirmaslik, umuman yaqinlashmaslik o'zim uchun qoida qilib olganman bu narsani. Tamom. Hozirgi yoshlarga tavsiya beringda, mana Bekzod aka tavsiya berdilar, Behruz aka, Istamov, Buxoro Ismoil, что xotinni barakasi bor. Bu haqiqatan shunaymi? Sezganmisiz hayotingizda shu narsani? Albatta, sezganman. U barakasi bor, lekin o'zingizga bog'liq-da u narsa ham. Bu narsa ham o'zingizga bog'liq. To'ydan keyin ham shu oldingi holatingizda yuraversangiz, baraka yo'q bo'ladi. To'ydan oldin masalan o'zim xatolarimni to'g'rilashga harakat qilaman-da. Oldin masalan bo'lgan-manda ham qizlar bilan yurish yoki ichish, ana shunaqa narsalar bo'lgan. Shu narsalari birin-ketin minus qilib chiqqanman hayotimdan, tamom. Agar to'ydan keyin ham shunaqa holat bo'laversa, baraka bo'lmaydi menimcha. Omadga ishonasizmi yoki mehnat hammasini hal qiladi deb o'ylaysizmi? Omad yo'q, harakat bilan Alloh bor. Bizada harakat bor. Tamom. Omadga ishonmayman men. Sizni eng ko'p
ilhomlantirilgan chibut ilhomlantirgan. ana shunday odam kim? Dadam. Endi yoshligimni aytib bersam, ko'p ideyalarimga dadam sababchi bo'lganda. Yoshligimda xafa bo'laydim-da, dadam nimaga buncha menga gapiradi, nimaga buncha. Keyin hamsiyani cho'qirasizlar. Ya hamsa to'qima obrazi, просто to'qima obraz. U to'qima obraz emas. Bitta bolaga 7 mahalla ota-ona deydilar-ku. Xuddi shunaqa narsa u narsa hamsiyani chaqirish, u keyin kelib chiqqan. Endi nima desam, yoshligimdan dadam qattiq qo'l bo'lganlar. O'ylaganman, nimaga dadam buncha menga gapiradi, nimaga meni tinch qo'ymaydilar, nimaga bunaqa deb o'ylaganman. Keyin katta bo'lib qarasam, atrofdan qaradim-da. O'sha narsani eslab ko'raman. O'sha holatlarda kulgu bor-da. Hech narsada, masalan, shunaqa holat bo'lgan bir marta uyimda. Dadam jahli chiqib turgan payt, ish qilayotgan paytda, "O't nimani olib kel" deganlar-da. Nimaligini bilmaganman, lekin ketganman. Hozir so'rasam nimaligini, yana gap eshitaman. Nimaligini bilmaganman, lekin ketganman, qidirib yurganman. Yo'q, o'sha payt keyin katta bo'lib qarasam, nimaga men o'sha payt yomon tuyulganda menga juda unaqa nima deydilar, detskiy nima deydilar? Detskiy unaqa travma bo'lib qolgandek bo'lganda o'zim. Katta bo'lib qarasam, atrofdan o'zim shu xotiralar eslab qarasam, kulgili narsa ekanda bu o'zi. Kulgili narsa ekan. O'sha narsani chiqarganman. Masalan, yana bir narsa holat. Endi sizlarda bo'lganmi yo'qmi? Menda masalan bo'lgan. Futbol komandasiga qiziqasizlar. Soat u ham 1 da beradi-da kechasi. 1 da beradi. O'sha uyda televizor bitta. Dadam o'sha televizori o'zining serialimi, kinosimi, xabarlari qo'yibdilar, ana unaqa. Nima? Передача qo'yibdilar-da. Shunday pultni tutib uxlab qolaydilar. Meni futbolim ham o'sha 1 da boshlanishi kerak. Kutib o'tiraman, qachon dadam uxlab qoladi, pulni olib boshqasiga o'tkazaman. Uxlab qoladilar. Shunday o'tkazsam, shunday ko'zini ochadi, qo'y joyiga. Yana qo'yaman-da. Keyinchalik o'ylab qarasa, bu ham kulgili holat-da. Lekin bu narsa o'zim uchun yoshligimda travma bo'lib qolgan. Lekin bu katta bo'lib qarasam, kulgili narsa ekan-da. Shunaqa. Hayotdagi eng katta qo'rquvingiz nimada? Hayotdagi eng katta qo'rquvim hozircha yo'q. Endi kelajakda oldin bo'lgan, onam yo'qotishdan qo'rqganman. Endi hozir yo'q. Bor, lekin unisini aytmayman. Hayotda eng to'g'ri qaror qilgan Qaroringiz qaroringiz qaysi edi? Hayotda eng to'g'ri qaror. Mana shu qaror to'g'ri. O'z xotiralari birma-bir varaqlab chiqyapman-da, qaysi qarorim to'g'ri bo'lgan ekan deb. Xo'sh, qaysi qarorim to'g'ri bo'lgan? O'qishga kirishim to'g'ri bo'lgan. Yo'q, irrigatsiyaga kirganman. O'sha qarorim to'g'ri bo'lgan. Tugatganmiz? Yo'q, hali tugatmadim endi. Kirganingiz Bir 6 yildan beri o'qiyapman. O'sha qaror to'g'ri bo'lgan. Nimaga to'g'ri bu qaror? Chunki o'qishga bekor kirganman degan xayol bo'lganda, keyin harakat qilganman. O'sha qaror to'g'ri bo'lganligi sabab shuda. Bekor o'qishga kiribman deb o'qishga kirgandan keyin bo'ldi, endi hayotim tugadi, bekor o'qishga kirgan ekanman deganman-da.
Shunaqa xayol. Shunaqa narsa. Keyin bu vaziyatdan chiqib ketish kerak-ku, bu ana unaqa dabdala holatdan, hayoti chuquridan, chuqur deydilarmi endi, shunaqa narsadan chiqib ketish kerak. Nimalardir qilganman. Shu patologiyaga qarab yotib, qanaqa bekor bo'lsangiz, kallaga zo'r g'oyalar keladi. To'g'risida o'sha. Institutga kirgan paytim, institutga kirganimda o'zi eng katta hayot menga shu bo'lganda. Eng katta hayot. Talabalik davri. Ha, talabalik davri. Любой ish qilasizda u yoqda. Любой ish qilib ko'rasiz. Stroykada ham ishlab ko'rdik. Hamma joy umuman ishlamagan joyim qolmadi-da. Shunaqa narsa. Instagramda kontent yaratish g'oyalarini qayerdan olasiz? Aynan menga o'zimga qiziq stilist. G'oyalar qanaqa? Ha, stilist. Serial. Man bir ikkita kitoblar o'qib chiqqanman. Ana bu falsafa haqida. Keyin yana bitta kitob bor. Yumor yozish san'ati degan kitob bor. Faqat u inglizcha, o'zbekcha tarjima qilingan yo'q O'zbekistonda. Endi o'sha narsa, o'sha orqali men yumor yozaman-da. Yumor yozaman. Xo'sh, stilist hozir o'zi obsha olib qarasak, bu g'oyalar menda hozir hayotimizda cringe deyiladi. Nima deyiladi? Cringe, beqiliq narsalar. O'sha narsalarni men ko'rsatib, ustidan kulib olib chiqib beraman. Shunaqa. Ha, erkak vizajistlar. Bu menimcha erkak kishiga xos bo'lmagan. Ha, vizajistmi? Ha, stilist, xo'p. Erkak kishi stilist bo'lsa mayli, lekin uni qiliqlari ozgina erkakchiligiga to'g'ri kelmaydigan qiliq, o'shani ko'rsatib berganmiz. Tamom. Biz ko'rganmiz syomkada bunaqa narsalarni. Ko'p ko'rganmiz. shunaqa. Bunaqa odamlarni ko'p ko'rganmiz. Shunaqa. Syomka paytida. Soch to'g'ri sartaroshlar bo'lmasalar, stroy normal odamlar, hammasi sartaroshlar. Birontasini stilist, stilist bo'lsa bo'ladi, soch taxlaydigan. Stilist deganda men soch taxlaydigan tushunaman. Lekin soch taxlash bilan soch taxlash bo'lsa bo'ldi, tamom, nima kerak? Har xil qiliqlar qilib. Sochini taxlasin, tamom. Endi qizlar ko'p-ku, o'sha qizlarning aurasiga kirib qolganda deyman. Shunaqa menimcha. Shuning uchun Men uchun bu narsa juda qo'pol, o'shaning uchun shu ustidan kulib chiqarganman, tamom. yaxshi-da. Keyin raqqosalikka o'tdilar. Ha, u raqqosa ham. Ha, raqqosa endi Qurbaqa raqsi. u ham ko'rganmisizlar o'shanaqa o'yinlari qilib chiqayotganlari? Ko'rgan. Diskotekalarda o'ynab, har xil qiliqlar qilib, o'shalar ustidan kulib chiqqanmiz, tamom. Oddiy qilib ustidan kulib chiqqanman, to'g'risini aytaman, tamom. U yomon, endi bu tanqid. Tanqid kim uchundir foyda. Ha? Diskotekaga kim o'ynashni ham bunaqa bilaman. Ha. Kimni aytyapsiz? Endi nimada odamlar Otini tuta olmay, itta sud bo'lishi mumkin, kerak emas. Tushundik. Men hech kim otini tutmayman. odamlarni o'ziga qilayotgan ishi bilinmaydi. Chetdan mana shunaqa ko'rsatib bersangiz agar qanchalik kulgiga qolayotganini bilishi mumkin-da ular. Ha, shunaqa. Menimcha endi Har kimning o'zining fikri bor. ha. Bemalol. Hech yolg'on reklama qilishga majbur bo'lganmisiz? Ya'ni pul tomonlama muammo bo'lishi mumkin yoki tanish bilishchilik orqali yolg'on reklama. Endi aytavering, baribir o'tib ketdi. Yo, o'tib ketdi. Yo, bo'lsa aytib beraman, tamom. Hozir o'ylab ko'ring. Hozir. Nima yolg'on reklama? Любой reklama yolg'on. Hozir o'ylab ko'ring. Juda ko'p-da reklama hozir. Masalan, gif qiladi-yu, o'tkazaman deydi-yu, shuncha. Ha, bo'lgan. Give da masalan bo'lgan. Give-da. Bir ikkitalarni reklama qilganman, o'tkazib bera olmagan. Sabab o'zlariniki, men bilmayman. O'tkazib bera olmagan. Shunaqa givlar reklama qilganman, o'tkazib bera olmagan. Mahsulot reklamasi.
mahsulot reklamasi, lekin unaqa reklamada man yolg'on ko'rmaganman hech qaysida shu paytgacha. Treyderlarni reklama qilganmisiz? Treyder reklama qilganman bir ikkitasini. Treyderlar reklama qilganman. Ha, bo'lgan. To'xtang, bitta. Treyder ham emas, ular treyder emas. Bu bir 2 yil oldin bo'lgan bir mashinnik ekan. O'zimiz ham keyin bildik, bizlar ham pulimiz bermadi, rasvo qilib ketdi. Shunaqa bir endi ismini aytmayman. Juda mashhur lekin. U hozir O'zbekiston taniydi u odamni. Juda mashhur odam. O'shani yoniga bir borib qolganman. Bittaman bo'lmaganman. U yoqda Nusrat aka ham bo'lgan. Keyin Dim aka bo'lgan, Suhrob aka bo'lgan. Hammamiz borganmiz. Shunaqa ana bu pryamoy qilasan, mana shu narsani aytib berishing kerak, ma'lumotlari qanaqadir boti bilyapman, ko'ryapman botini. Sun'iy intellekt. Hamma aytaman, mendan hech narsa ketmaydi dedim. Summasi katta edimi? Reklamaning summasi katta edi. Summasi unchalik emas, normallikda ish qilib. 600-700 dollarlar bor. 600-700 dollar bor edi. Aytdik. Keyin cho'rniya urdi bizlar ketganimizdan keyin. O'zi yo'q bo'ldi, ofis yopilib ketdi bizlar ketgandan keyin. Nima ham unaqa bo'ldi? Shunaqa bo'ldi-da, lekin O'zbekiston taniydi u odamni. Ana blogerlik faoliyatini bo'ldi, to'xtataman degan fikr bo'lganmi? Tashlab ketaman bo'ldi deb. Bo'lgan. Kim ushlab qolgan sizni shu payt? Hech kim ham ushlab qolmagan, o'zim ushlab qolganman. Qachon bo'lgan? Bundan bir aytib bersam bo'ladimi o'zimni shaxsiy hayotimdan ozgina. Bundan bir 2 yil oldin Bera chaqchaq bo'libdi. o'zim ham 3 yilmi 4 yil 3 yil bo'lgan ekan. 2022 da ozgina videolarim ko'tarilib normal bo'la boshlagan. 2022-yil 2023 da aytimi? Xudoyim. Yo 2022 da ekan. Xo'sh, o'sha yili endi bir qiz bilan gaplashaydim. Bir 2 yil gaplashganman-da u qiz bilan endi. U bloger bo'lmasimdan oldin ham gaplashganman, u gaplashib kelayotgan. Endi blogerlik o'rtaga tushib qoldi. Men bloger bo'lib ketdi. Xotiningiz ko'rmaylarmi bu? Yo'q, xotin ko'p biladi hamma narsa. Men biladi, men xotindan yoshiradigan narsa yo'q. Bemalol. Addoshi xotin. U yoshiradigan narsa yo'q. Bir shunaqa bo'lib qolgan, blogerlikka o'tib ketgan, bloger shu Vine sohasiga o'tib ketgandan keyin uyiga sovchi kelgan. Endi men bilaman u aytishi bo'yicha uyiga sovchi kelgan. Shunaqa sovchi kelgandan keyin dadasi bermayman, bunaqa masxaraboza beradigan qizim yo'q degan. O'sha holat biza yomon bir masxarabozmanmi degan bir qanaqadir yomon bo'lib ketganman o'sha. Shunaqa video chiqargansiz, men ko'rganman. Keyin o'zi ham aytganda, mayli otasi aytsa nima emas, o'zi ham aytganda, keyin mana to'xtatsammikan undan ham bilmayman. Ko'p men o'sha payti video ham qo'ydim, 2 oy, 3 oy o'ylab yurganman nima qilsam. Agar shu narsangiz tashlasangiz, men sizga tegaman deganda, shunaqa holat bo'lgan. Endi o'sha payt tushunganman, qizlar bir kunda o'zgarishi mumkin-da, bir kunda o'zgarishi mumkin ekan. Qanaqa qiz bo'lsa ham farqi yo'q. Hozir men umuman qiz degan narsaga ham ishonmayman, nima ham emas. O'zdan eshitganimda, tamom o'sha yoshlikda bo'ladi-ku, hammada ham yaxshi ko'rganing bo'ladi. O'zdan eshitgan, shu gapni o'zdan eshitganimda o'sha endi kulgili tuyulsa ham ana bu yerdagi rasvo bo'lganda, ana bu yerdagi rasvo bo'lgan. Tamom, rasvo bo'lgandan keyin
uje hech narsaga qaramaganman. Bo'ldi to'xtatamiz deganman. Hamma narsani admin qilganman. O'zi to'yimiz bo'lishi kerak bo'lgan, sovchi yuborganman. Non sindirilgan, hamma narsa bo'lgan. Zo'r. Lekin shu blogging boshlagandan keyin muammolar chiqib boshlagan. Shunaqa problema, shunaqa narsa bo'lib boshlagan. O'sha payt to'y qila olmaydim, chunki menda mablag' yo'q edi. Ham bu yoqda onam kasal edi. Men to'y qila olmaydim. O'ziga ham tushuntirganman. Hozir to'y qila olmayman. Shoshma. Hozir to'y qila olmayman. Yo'q, hozir bo'lmasa bo'lmaydi yoki hozir yoki hech qachon shunaqa narsalar onasi telefon qilgan, shunaqa bo'lib ketgan ish qilib bile. Hozir men xotiralar eslasam nima bo'lib ketadi? Ish qilib shunaqa. Ha, nima deyotgandim? Ha, shu masxaraboz, ha. Masxaraboz siz degandan keyin o'sha orani ochiq qilganman-da. Masxaraboz siz degandan keyin orani ochiq qilganman. Tamom, o'zing yo'lingdan ket, kimga tegsang teg deganman, sog' bo'l deganman. O'shandan keyin hech narsaga ham qaramadim, qizga ham qaramadim, hech narsaga qaramay, faqat dalshi bosdim. Shu blog. Ha. Yo'q, dalshi bosdim, shu video temasida-da. Dalshi bosdim. Qiz degan narsa bir yildan keyin shu xotin topdik. Institutdan birinchi kurs bo'lgan ekan. Keyin bordik, gapirdik, yaxshi. Keyin uylandik mana, Xudoga shukr. Mana pulimiz bordi, uylandik. O'sha payt uylana olmaydim, chunki pulim yo'q, shunaqa mana shunaqa paytda. Bu qizda. Uylandik, normal hozir. Yaxshi hayot. Menimcha hayotingizdagi eng to'g'ri qaroringiz o'sha bo'lgan. Ya'ni uni javobini berib, bu ayolni Yo'q, endi uni ham gap to'g'ri-da. Haqiqat aytdi, masxarabozman. U narsa o'sha payt og'ir tuyulganda menga. O'sha payt og'ir tuyulgan. O to'g'ri gapirgan u ham. To'g'ri gapirgan. Ko'chaga chiqsam kimdir masxaraboz, xotini masxarabozi nimasi deb yurishlari mumkin deb o'yladi u ham. Uni fikri ham to'g'ri. Lekin baribir odamlar tez taslim bo'ladi-da, tez taslim bo'ladi. Shu narsasi yomon-da hayotda. Shunaqa. Sizga dam olish yoki yolg'izlik kerak bo'lgan paytlar bo'lganmi? Ya'ni hammadan. Oilangizdan ham hatto. Polni blogdan. Polni. Hozir shunaqa holatda kakras. Ketasim kelyapti. Xotin manam ketay deb turibdi. Bir boshqa davlatga ketkim kelyapti. Bir o'zim, hech kim yo'q. Davlatda xotin aytibdi, manam ketay, meni tashlab ketasizmi deb. Oyoqdan ushlab qolyapti-da. Shunaqa holat. Damo har doim bo'lgan yolg'iz paytlarim endi. Erkak kishi baribir hammasi bittasi ham men emas yoki siz emas. Hammasida baribir yolg'iz qolib, o'zi bilan o'zi gaplashib, to'xta, men nima qilyapman? Nima bo'lyapti? Ana bu yerdan nima qilishim kerak? To'xta. Bu narsa bo'lmaydi. O'zi bilan o'zi gaplashadigan holatda bo'ladi baribir erkak kishi. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Shunaqa. Menda ham shunaqa. Do'stlik siz uchun nima? Do'stlik Bormi jo'ralaringiz, do'stlaringiz? Albatta. Do'stlarim bor. Endi do'stlar blogdan keyin ko'paydimi yoki undan oldin ham bor edimi qalin do'stlar? Mani videolarimda chiqadigan Jonibek jo'ram bor, agar ko'rganmisizlar, ko'rmaganmisizlar. O'sha do'stim yoshligimdan katta bo'lganman o'sha bilan. Yoshligimdan. Uni siz olib chiqdingizmi videoga? Kel do'stim, chiqaylik. Yo'q, o'zi fikr mendan chiqqan. Boshida o'zi birga boshlaganmiz. Birga boshlagan. Keyin u yoqdan Tangri qo'shilgan bizga. Tangri Toshkentda institut hammamiz institut o'qib yurgan paytimiz boshlanganda o'zi. Tangri keyin u institutni bitirib keldi. Keyin hammamiz birlashdik. Komanda bo'lib qoldik. Boshlaganda Jonibek bilan birga boshlaganmiz.
keyin u ishonmadi Jonibek. Bunchalik videolarim ko'tarilib ketishi, men jo'ra davlat ishiga kiraman, unday qilaman, bunday qilaman. Keyin yana qaytib keldi. Shunaqa endi Jonibek xarakteri shunaqada. Ishonmadi, qaytib keldi. Hozir yaxshi, normal. Endi shu jamoangizda kelishmovchilik bo'lmaydimi? Hammasi yaxshimi? Masalan, syomka paytida baribir bo'ladi-ku. Kelishmovchiliklar. Jamoamiz pashtamas Qarako'llik biza. Jonibek jo'ram, Zokir. Shogirdimiz desam bu ukamiz. Shogirdim demayman hech qachon, hech kim ham. Ukam zo'r, normal, zo'r. Kelishmovchilik bo'lmagan hech kim bilan, Tangri bilan ham. Hammamiz Qarako'llik bir joy odammiz. Shunaqa. Kelishmovchilik bo'lishi bizada menimcha qiyin. Bir-birimiz gapimiz ko'tarmaymiz yoki biron nima bo'ladi. U bo'ladigan holat. Hamma krugda ham bo'ladigan holat u. Nimaga boshqa blogerlar bilan kollaboratsiya qilmaysiz? Boshqa bloger qilamiz. Masalan, Taklif tushamiz. Nusrat aka qilganmiz ular bilan. Qo'liq aka. Qilamiz nasib bo'lsa-da endi. Endi ular hammasini o'zini komandasi bor. Yo'nalishi bor. Boshqacha. Sizning yo'nalishi boshqa, ularning yo'nalishi boshqa. Hammasini o'zini komandasi, hammasini o'zini jo'ralari, krugi bor. Biza shu paytgacha hech kim aytmadi bizlar. Keyin birga ishlaymiz deb. Yaxshi. O'zingizni qanday rag'batlantirasiz? Ya'ni nimadan motivatsiya olasiz aynan tushkunlikka tushgan paytlaringizga? Tushkunlikka tushgan paytim Kim yordam beradi? O'sha holatdan chiqib ketish uchun. Holatdan chiqib ketish uchunmi? O'zingizni tortasizmi bunga? O'zim tortaman. Boshqa kim tortadi sizni? Bu hayotda hech kim tortmaydi. Menga javob bor edi. Xotinim deyapsiz. Xotin o'zining problemalari bilan. Xotin. Ayollar o'zi hammasi shunaqa o'zi. Sochi uzun, aqli kalta deydilar-ku. Hozir men tushkunlikka tushdim, xotin desam umuman boshqa gap gapiradi. O'shaning uchun gapirmayman xotini. Umuman boshqa gap gapiradi-da. O'shanaqa. Ayollar hammasi bir xil. U endi shunaqa, yaratilgan shunaqa. Ana shunaqa bo'lib qoldi desa aytgandim men sizga o'sha payt shunaqa tipa. Shunaqa narsa. Jamoangizda mana jamoa bilan ishlaysiz-ku. Masalan, bir-birimizni gapimizni ko'taramiz, yaxshi munosabatda bo'lamiz dedik. Agar o'rtada pul munosabati ketayotgan bo'lsa, ya'ni pul muammosi qanaqa? Katta pul o'rtada aylansa, muammo bo'ladi. Pul masalasida hammasida Tangrida ham o'zini reklamasi bor. Keyin Zokirda ham hozir reklamaga olib chiqqanmiz. Zokir ham yaxshi, rezultat yaxshi, normal. O'yga normal pul topadi-da, to'g'risi. Hech qaysi masalan pul kerak emas. Masalan reklamam chiqib qolsa, men o'sha foiz beraman ularga. Foiz beraman. Kelajakda gapingizni nima qilim? Uzr. Kelajakda shu farzandingiz, dada, men ham sizday bloger bo'lmoqchiman desa, nima degan bo'lardingiz? Mana siz ham mayda edingiz, aktyor bo'laman degansiz. Agar bo'laman desa, xo'p deyman. U yo'q deyish yo'q. O'rgataman o'zim. Faqat o'zim qilgan xatolarimni uqtiraman. Buni xato qilmaslik kerak. Endi uqtiraman-da. Bloger bo'lish kerak bo'lsa, bo'lish kerak. Tamom. Baribir u bu yerga olib qo'ygan bo'lsa, mana shu narsani qilaman degan bo'lsa, baribir bir kun qilib 50 yoshda bo'lsa ham qiladi. Farqi yo'q. Shunaqa. Orzusi bor. Hammada orzusi bor-da. Qachondir qilaman degan orzusi bor. Baribir bir kun kelib qilishiga ishonadigan narsasi bu. Mana kinolarga chiqish nimangiz bormi? Kinolarga yoshligimda bor-da, hozir yo'q. Hozir polni cringe bo'lyapsiz. Hozir, hozir kinoga Aldangan kelin. Shunaqa. Hozir o'zim kino yaratish rejam bor. Faqat unaqa kulgili emas.
Серьезно. Yo mana qirg'izlar, qozoqlar o'zi yaxshi kino olibdi. Masalan, ular chaqirsa, Ular reputatsiyasi zo'r. zo'r, juda zo'r reputatsiyasi. Kino. Borishim mumkin. Kino Chaqirsa. Chaqirmasa, go'rdan borasizmi? Aytishim. Baxtlimisiz? Baxtli, zo'r, normal. Endi Boshqa. hammani hayotida bir kam dunyo deydilar-ku, nimadir kam bo'ladi baribir. Sizda o'sha nima deb o'ylaysiz? Nimadir kam. Shu onam kam hozir. Uyga borganimda endi hozir bir oy pashti vaqt bo'ldi. Onam o'tib qolganiga. Ko'p o'yladim. Uyga boraman, nimadir yo'q. Shu xayolimda onam shu divan ustida o'tirgandek bo'ladi. Shunaqa, nimadir yetishmayotgandek bo'ladi. O'yladim oxiri shunaqa bo'lish kerak ekan deb o'yladim. Baribir mana bu yerda baribir bor-da nimadir. Holi ketmaydi menimcha u narsa. Uyga shunday darvozadan qadam bosishing bilan baribir o'sha narsa xayoliga keladi. Uyda kimdir bordir degan narsa xayoliga keladi-da. Uyda onam bordir degan narsa. Baribir hech qachon menimcha esimdan chiqmasa kerak bu narsa. Baribir nima desam bu narsani? Miya qabul qilishi qiyin bo'ladi boshida. Shunaqa. Boshida emas, menimcha hech qachon qabul qilmasa kerak menimcha. Yana bilmadim. Lekin inson kuni ko'chan. Shunaqa. O'lim siz uchun nima? O'lim ba'zi bir domlalar aytadi, o'lim bu go'zal narsa deydi. Men ham shu narsani aytishim mumkin. Boshqa narsa bilmayman o'lim haqida. Tamam, men domlalarning gapini aytishim mumkin hozir. Bir xil bo'lib qoladi, sen domlamsan deydi. O'lim bu chiroyli, go'zal narsa deydi. Shunaqa. Menda ham shunaqa. Tushunarli. Va sizda shunaqa vaziyatlar bo'lganmi, o'zingizdan nafratlanib ketgansiz? O'zimdan nafratlangan paytlarim bo'lgan. Juda oshirib yuborgan paytim, masalan, erkak nima? Jahl qilasiz-ku, masalan. Jahl qilasiz, juda oshirib yuborasiz-da o'sha payt. Juda oshirib yuborasiz. Miya уже tamom bo'lgan, miya qabul qilmaydigan darajada oshirib yuborasiz-da. Hech kimga yoqmaydi-da bu narsa. O'sha payt odam o'zidan nafratlanib qoladi. Shunaqa endi bu psixическими bu bilmadim. Menda ozgina bo'lishi mumkin shu narsa. Endi u xotin biladi. O'sha payt ba'zida o'zimdan nafratlanib ketaman. Shunaqa. Nafratlangan paytlarim bo'lgan, albatta. Shunaqa. Endi bu bizani yangi loyihamiz. To'g'risini gapirish kerak. O'sha To'g'risi nomli podkastimizni kuzatuvchilarga bironta tilaklaringiz bo'lsa, bemalol kameraga aytib. To'g'risi nomli ko'rsatuvga omad, kelajakda 1 million podpisчик bo'lganda ham meni chaqirib o'tirsinlar arada. Like, podpiskani bosinglar, podpiska bosib qo'yinglar. Zo'r mehmonlar keladi. Aytib o'tdilar, hozir hayron qoldim men. Xullas yaqinda to'yimiz. Sizni ham kutib qolamiz. Nasib bo'lsa, xudo xolasa. Kelasiz. Boramiz, nasib bo'lsa. Taklifnoma aytamiz. Uzatamiz. Agar lichkaga kirib javob bersangiz, ko'rasiz. Agar javob bermasangiz. Lichka? Instagramda? Hali yozmadik. Endi. Endimi? Bo'ldi, tamam. 1-2 marta yozgandik, javob bermadingizlar, shunga aytaman. Qachon yozganmisizlar? Keyin ko'rasiz. Hay, bo'ldi bo'lsa. Xullas, To'g'risi nomli podkastimiz o'z nihoyasiga yetdi. Murod akaga rahmat deb qolamiz. Rahmat sizlarga ham.
Mani chaqirganlaringiz uchun Yo'q demasdan kelganingiz uchun rahmat. barchaga omad. Rahmat. Xullas Murod aka, rahmat sizga. Gap yo'q, maroqli suhbat uchun. Ha. Ichkaga yozgandik. Qachon yozdik? Mana ham esimda yo'q. Men yozgandim. Necha marta yozgandim.